Meni tashqaridan ko'rgan odam sokin deb o'ylaydi, lekin ichimdagi panikani bilsa qo'rqib ketishi mumkin. Nimadir ish qilmoqchi bo'lib telefonga chalg'iyman, 5 minut ko'raman deb 2 soatlab qolib ketaman. Pulni qiynalib topaman, lekin oz so'nggina ishlataveraman. Va ko'pchilikka hasad ko'zi bilan qarayman, chunki ular faqat muvaffaqiyatga erishyapti, men bo'lsa qolib ketyapman. Har xil narsalarni o'ylab, doim kech uxlab, kech turaman. Xullas, sanasam oxiri yo'q. Aytgancha xush kelibsiz meni jinicha videoyimga. Bu videoda ichki xotirjamlik haqida gaplashamiz va tartibsizlikni to'g'rilab samolyot yasashni o'rganamiz. Agar tayyor bo'lsangiz, o'zi hayotda sokin bo'lish degani jam yurish degani emas. Bu ichingdagi chuvsni boshqarish. Chuvs nima endi biladi? Chuvs bu tartibsizlik, nazoratsizlik, reja yo'q, hammasi chalkash, miya zaynigan. Tipa shunaqa narsalar va videoni boshida sanab o'tgan narsalarim ham shuni ichiga kiradi. Lekin bundan qutulish oson emas. Bir kun ichida qutula olmaysiz. Lekin sizga bergan top 5 ta maslahatimni bajarsangiz, hayotingiz yaxshi bo'lib ketadi deb va'da bera olmayman-u. Anchagina o'zgarish bo'ladi. Faqatgina amal qilsangiz. Birinchi maslahatim, hamma ishni bittada qilmang. Faqatgina bitta ishga fokusingizni qaratib, o'sha ishni oxirigacha qilishga harakat qiling. O'shanda o'zingiz ham bilasiz, hamma narsa ko'nglingizdek bo'lyapti. Xullas o'sha. Ikkinchi maslahatim, nimanidir boshlashga qiynalsiz, o'zingiz faqatgina 5 minut qilaman deb o'sha ish bilan 5 minut обязательно shug'ullaning. 90% holatlarda 5 minut 20 minutga aylanadi, yarim soatga aylanadi va buni ko'rib o'zingiz ham xursand bo'lasiz. Faqatgina eng qiyin joyi boshlash. Uchinchi va eng muhim maslahatim, telefondan cheklaning. Rost gap, eng katta sababchi ham telefon. Onalar bekoriga telefon aybdor deyishmaydi. Sizni вообще-то oyog'ingiz og'risa ham. Telefoningizni iloji bo'lsa boshqa xonaga qo'yib qo'ying, yo bo'lmasa zaryadkaga siqib qo'ying. Xatya zaryadga olib turadi. Ungacha o'zingizni ishingiz bilan shug'ullansangiz, ancha yaxshi bo'ladi. To'rtinchi maslahatim, o'zingizni yerga urmang. Ko'p odam xato qiladi. Men dangasaman, mendan hech narsa chiqmaydi. O'zim ham asli shunaqaman-u, lekin bu noto'g'ri. Siz ozgina sistemadan chiqib ketgansiz va tizim qilmagansiz xolos. Va 5-chi va so'nggi maslahatim, uxlash rejimini to'g'rilang. Menda ko'pincha shunaqa bo'ladi. Ertaga muhim ishim bor, lekin men soat 3 gacha reels ko'rib yotaman. Buni bitta davosi bor. Uxlashdan yarim soat oldin telefoningiz bilan xayrlashing va har kuni bir xil vaqtda uxlashga harakat qiling. Bu maslahatlarimga xohlasangiz quloq soling, to'g'risi o'zim ham amal qilmayman ko'piga va shu narsani esingizdan chiqarmang, doim xotirjam bo'ling. Xotirjamlikka hech narsa yetmaydi. Haqiqiy baxt xotirjamlikda. Xotirjamlik degani tartibsizlik yo'q degani emas. Tartibsizlikni boshqarishda. Hammaga rahmat, o'zingizlarni ehtiyot qilinglar. Sizlarga va'da qilingan samolyot yasash.